2 dona qilib berdi. Qahramon Abdurahimov mana xizmat ko'rsatgan artist erkin ekan dedi, qayerdan oldingiz? Men aytdim, shu yerda adresini aytsam, men topib bora olmayman, o'zingiz olib boring dedi. Xo'p dedim, bugun endi vaqt topib qahramonni olib keldim. Haqiqatan ham yaxshi mutaxassislar ishlaydi bu yerda. Men endi boshqa joyga bormaganman, bilmayman. Lekin meni bilishimcha eng yaxshi mutaxassislar shu yerda. Odamlarda muomala bor, gapirish madaniyati bor, tushuntirish madaniyati bor. Hamma narsa mujassam bo'lgan klinika deb bilaman. Har zamonda men fulonni ishini tozalatgani kelib turaman. Mana qahramonni olib keldim. Menimcha xursand bo'lsa, yosh o'tgandan keyin ozgina qiynalib bo'ladi. Mana o'shalarda Xudo xolasa men mijozlarni olib kelib, klinikani har tomonlama boyitmoqchiman. Omon bo'linglar. Rahmat.